Mana bu yoqqa turgan mashina Faxriddinning mashina edi, ha? Faxriddin. Xonobodlik Faxriddinning mashina. Sotaman deb şey qo'yib qo'yuvdi. Aytgan pulidan ham arzonroqga qilib berdirib oldim. Ancha turib qoluvdi o'ziz ham kelib. Nech pul endi? Shu olib ketganimga berib ketaman. Men bir mashinani savdo qilsam, ertasi kuni qaytib kelsa o'sha narxga olmayman. Bizda bir amalla istaydi. Nech pul deysiz? Kelishtiribroq aytavering. Hozir qarang, opa. O'sha dafa kelganingizga bir Spark'lar kelmadi-da. Kelmadi. Bir hafta turdim bitti. Endi men qarang, haqiqat yuring-da, opa. Mana hozir Spark sotildi. 33 million 500 olib, 34 million 500 ga sotdim. Undan oldidagisi ham 32 millionga hech kim olmadi, men ham ola olmadim. 30 million bo'lsa olaman dedim, bermadi. Qarang, narx qanday tayladi. O'sha dafa ham sizga ham aytdim, opa, mashina narxi ko'tarilmaydi, pastga tushadi. Har kuni tushadi dedim. Buni ham narxi pastga tushganda, ko'tarilmagan. Bekorga oldingizda kelmadimi? Hamma narsani o'zingizga shunday qo'yib beraman. Olgan paytingizdan keyin ham narx tayladi ancha. Xo'p, opa, men sizni kuydirish niyatim yo'q, ayol kishisiz. Kelishtiribroq bir narx ayting o'zingiz, qiynamaylik bir-birimizni. Olganim esizganmi? Olganingiz esimga. Qarang, chiqdi ham kabobni ham kuydirmay. 2017. Ana chaqda ikkita masala to'rtta chiqib bir baloqni yetib keldim. Yo'q, kim haydab keldi? O'zingizmi? Qiynalibsizlar. Bir ish qilsak bo'ladi-da, bu opa-ya. Faxriddinni chaqirsangiz mashina olaman deydi, bilasizmi? Agar o'zini mashinani qaytarib ola olsa, savdosi to'g'ri kelsa 5 bilan kelishib olsin. Bir chaqiring-da. Ha, ham gen chiqmaydi, shunisi bor. Bir marta genini sizga bergan. Yo'q, menga hech qanday nima berishmadi. Onlayn beriladi. Onlayn davingiz. Bir Faxriddinni chaqiring. Faxriddin bir gaplashsin. To'g'ri kelsa Faxriddinni o'zi olsin. Baribir mashina olaman deydi. Taniysiz-a? O'zingiz ukangiz. Xonoboddan kelsin-da, menga kecha ham telefon qildi. Akkijon bironta Spark bergin arzonroq deb. O'zini mashinani o'ziga qaytarib beramiz. Bo'ladimi? Hozir o'zini chaqiraman, o'zi bir ko'rsin, bir qaraydi mashinada oladi o'zi. Xo'p? Chunki siz balandroq olgansiz. Balandroq sotish kerak endi. Hozir sizga savdo qilib, opa bo'ldi 40 millionga qolsin desam, bergis kelmaydi. Ham oldi sotdi bo'ladi, shu tomoni bor. Kelyaptimi? Bo'l. Keyingi mashinani bitta ko'raylik. Eshkan avrori. Sizniki? Qarshidan. Mammat og'anim ola. Yo'q, qayerdan qarshi? Mo'jizdan oldim. Mo'jizonlar. Ikkovlaringiz ham Qarshidan. Qashqadaryo odam. Sotuvchi ham Qashqadaryo. Xo'p. Qarang, hozir mobodogada bu yigitga tanga tushib qolsa, xafa bo'lmang, xo'p? Rozimizmi? Agar mobodo bu yigitga hozir tanga chiqib qolsa, aka, xafa bo'lmaysizlar, ha? Bir-birimizdan xafa bo'lmaymiz. Bu degani rozilik, kimga rizq ato qilgan bo'lsa, shuniki bo'ladi, shu mashina. Xo'p, tanga birontamizga bormi, akalar? Yo, Solifa o'ynaysizlarmi? Yutgandiki. Tanga bo'lsa, omadli tanga qani? Tanga bo'lsa, aka yaxshi. Yo'qmi tanga? Birorta bormi? Bu hozir beryapti, orqada bir. Ha, bo'ldi. Qanaqa tanga ekan? O'zbeknikimi? Xo'p, kim tanlasin birinchi bo'lib? Xo'p, siz so'm tomoni sizniki bo'ldi. Bo'l arkasi mana. Gerb tomoni sizniki bo'ldi. Bayag'i rozisizlar. Hech qanday muammo yo'q. Endi nima bo'lsa ham balandroq ushsin. Ha. Aylan. Endi peshana. Peshana. Xo'p. Peshanada, xudo aytgan bo'ladi. Avroralisdan xafa bo'lmaysizlar degsiz. Nasib qilganda aka. Bor ya baraka. Bu degani mana. Yo'q, ustoz aka. Xo'sh. Bu degani bir-biridan xafa bo'lmaydi. Rozisiz, ha? Sizga bundan zo'r rizqlar ato qilgandir, ha? 2004 Matiz kelgan. Xo'p, obzorni aytib ketaman, aka, yaxshi eshitib oling. Chunki Temur aka da'vo qilmang, kraskalarni aytib ketaman. 2012 Spark, ikkinchi pozitsiya konsanisi ishlaydi deyaptilar. Kraskasi kapot, krilo, ishi, u tomoni ham vakuum bilan turibdi. Bu tomonlar radnoy. Yurganini so'ramadim. Necha yurgani Temur aka? 3 yurgan. Ha, 3 kuriydan o'tgan ekan. Generalni chiqadi. 43 million 500 ming so'mga oldim. 33 million 500 ming so'mga oldim. 34 million 500 bo'lib sizga o'tibdi. Sizga 1 million qo'yib sotaman. Qoladigan 1 millioningizga rozimisiz? Nima ish qilasiz o'zi?
Ustachilik qilaman aka. Ustamisiz? Ha, yaxshi kunga mining. Xo'p, Temur aka, omon bo'ling, sotdim moshinangizni, barakali bo'lsin. Mana barakasini ushlang. Ming. Rozi bo'ling mana. Tanga kimniki? Ya 500 ming olasiz bu yerdan tanga. Ha, bo'l. Muhammad Amri Kobul tomonga izlaysiz. Ha, bilaman, Muhammad aka, yaxshimisiz? Men oldi o'tib olsinlar. Mana shu tomon. 40% kirasiz. Qani kimdan edi? Ha, siz orqada yuribsiz men bilan qo'shing. Aman bo'ling. Qayerdan sizniki? Qarshidan jarang. Ya, bildim, Qarshi qayerda? Paxtazor. Paxtazor tomon. Kimning nomi ham mashina? Moshin egasi boshqa, general qilib beradi. Keyin chiqadi qisqasi. Nima bo'lishidan qat'iy. Kraskalarni o'zingiz bilasiz. Kapot, kireylar, eshik, karniz pachog'licha turibdi. Shunday. Bilsangiz yaxshi. Xo'p, nech pul deyapsiz? 45 deyapmiz. Kelishtirib ayting, olaman mashinani. 45 hozir. Hozir mashina 32 millionga uni oldingizdagiga qarang mana, baqiryapman. Kim oladi deb. Bir xil sifat. Faqat 11 u. Bu 12. Eng qizig'i kapot, kireylar, eshik, bunga ham shunday. Ikkovi Hasan Husan ekanda haqiqatan. Anasi bir xil, kraska tomoni. Tushundingiz? Mana nech pul deysiz? Zaten qanchaga? Kelishtirib ayting, savdo qiling, olaman. Unday baland aytmang. O'zi akani kutib turdim o'zi. Kuchli savdolasham adilda, o'sham mashina ko'rishdi. Qarindoshda. Ha, kim deydi? Ismlar. Qarshidanmi? Yo'q, G'uzordan. Ha, G'uzorliklar bo'lsa tanimayman. Qarshini mashina furushlari bo'lsa tanishim mumkin. Endi borim shuda endi aka, endi borim shuda. Baqirib savdo qilsam, qarang, baqirib savdo qilsam bitta mashina savdo qilaman-da. Keyin men ham sizdan odamda charchab qolaman. Nech pul deysiz? Mana oxiri 40 deb turibmiz hozir. Ya aka. Bitta yaxshi tomoni bor ekan buni. Konditsioner ishladimi? Ikkinchi pozitsiyali yaxshi ekan. Ikkinchi pozitsiya. Bu birinchi pozitsiya. 32 millionga chiqib olmadi-ku. Ming. Ular hammasi yaqin, yangilardan. Chaqovlari, chexillari yangi. O'zingizning ismingiz nima? Temur aka. Temur aka. Bo'ladi desangiz maydalashmay so'rayman. Faqat siz ham maydalashmasligingiz kerak-da. Ochiq yuring. Sizni hozir ko'nglingizni men aytib beraymi? Sizni ko'nglingiz kamiga ham 35 ta, lekin ola olmayman o pulni. Realni yuring. Kamiga ham 35 ta. Ha, ko'rdingizmi? Qo'lingizdan ushladimmi? Kelibdi. Ha, Temur aka. Ya, sotuvchi bilan ko'p muloqot bo'lgan-ki menga. Shunday. O'shanga nech pullar xayol qilayotganini bilib olaman-da o'zi. Hozir siz 35 sotaman, kamiga ham mayli 40 deysizmi, 45 deysizmi, 50 deysizmi, u bir navi aytilishi. Endi savdodan chalg'ib qolmang, Temur aka, sal bir-birimizni qiynamaslik uchun bu narsalarni aytayapman-da. Aslida men bunday sizni ko'nglingiz bunday deyish shart emas menga. Qiynalmaylik, bir-birimizni qiynamaylik. Mayli pul uchun emas, menga to'g'ri kelmasa ham xalqqa to'g'ri kelar, kimgadir ketar. Ishi bitsin, kimni bo'lsa ham deyapman. 35 ga ola olmayman, lekin bir gap so'rayman Temur aka sizdan. Agar dal gapirsangiz, ishoning dal gapiraman. Savdo ham qilmayman. Shunday olaman agar dal gapirsangiz. 35 ga baland moshin ola olmayman. Nech pul qilib bera olasiz? Realni ko'ring. Chin yuring-da mana, chin. Agar qani bitta martcha gapirsangiz, aka bir marta shuni men ham qilib beraman. Menga bir dal ketsangiz, men ham bir dal ketaman. Bu sizniki emas, meniki emas, 34 bo'laman. Yo'q, 34 ga sotaman, 33 naqd pul beraman. Mana martga ko'ring. 33 million bo'lsa qolsin. Bom barakas. 35 ga baland deb aytayapman-ki, menga ham baland, oluvchiga ham baland. Temur aka, sal dal gapiryapsiz-da, mana qarshini erkayi, hamma joyda erkayi mard. Lekin qarshilar mana
Sal juzalolmay gapirgani uchun aytaman-da, o'zimiznikilar sal dalroq keladi. Qarshini yigitlar sal dalroq keladi. Bu degani ko'p savdoni yomon ko'radi. Bo'ladigan qilay aytadi. O'sha uchun aytaman. 33 ga bering 1 million qo'yib sotaman. 33,5 qiling bo'ldi aka. Sizniki emas, meniki. Mana. Ya tushira olganim yo'q men hali qo'lga. Urma ya. Shular. Ko'raysiz. Biz ushladik, biz ushladik. Ishladik. Hozir endi shoshmang endi. Baraka qiling. Ikkovlaringiz, ha, ikkovlaringiz bir minut to'xtab turinglar bo'l. Bo'l. Men hali baraka qilmadim-da, aka. Tovuqni borki, shunday bo'yniga pichoq urdim, qo'limdan so'g'ib. Pichoqni olib qo'yapsiz. Tovuq yuribdi patillab, tasavvur qiling. Mana bunday bo'ladi-da baraka. Aka 33 million 500 bo'ldi. Alloh barakali qilsin, barakangiz bor. Baraka. Mana endi qo'lda ushlanadi, aka. Sizlar endi yo endi bo'lmaydi-da. Endi ikkovlaringizga ham bermayman. Noto'g'ri qilding. Olib kelib bitta ko'ray telefon. Nima olmading?